Assalomu alaykum Zamin Moto obunachilari. Mana bugun 22-iyun 2026-yil bizning Zamin savdo markazimizda Motorola skuter, benzinli bayklarimiz va mana bunday moshinachalarimiz kimga kerak bo'lsa hozir obzorni qilib beramiz. Avvalambor biz hozir manzilimizni sizlarga tushuntirib o'tamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Oboshbek savdo bozorining oldida joylashgan Zamin savdo markazidamiz. Biz mana bu Qo'qon tarafdan kelishda yo'limizning chap tarafida keladi. Mana shu ko'rinishda. Yangi Qo'rg'on tarafdan kelishda esa yo'limizning o'ng tarafida ushbu savdo markazimiz joylashgan. Va bu yoqda orientirni eslatib o'taman. Bizda orientirimiz mana Oboshbek savdo kompleksi bor bu yerda. Oboshbek savdo kompleksimiz joylashgan. Shundoq qilib yonginasida bizning savdo majmuamiz joylashgan. Mana shu yonida, yo'lning bo'yida joylashgan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlaring mumkin. Biz hozir nomerlarimizni qo'yib o'tamiz, qo'yib ketamiz. Shu raqamlarga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Bizda mana hozir elektron labolarimiz mavjud sotuvda. Mana shu ko'rinishda ajoyib mustahkam qilib ishlangan. Hozir bularni ham obzorni chiqaramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana dubl kabinalarimiz, moshinachalarimiz, 1 tonnali motorollerlarimiz, 500 kiloli, 800 kiloli, 400 kiloli, 300 kiloli, 250 kiloli motorollerlarimiz bor. Ikki g'ildirayli skuterlarimiz bor va bizda hozir yangilik kelgan. Bu yerda mana benzinli bayklarimiz kelgan. 400 kub, 500 kub. Ushbu bayklarimiz ham hozir sotuvda mavjud. Kimga ushbu motorollerimiz, skuterlarimiz, bayklarimiz kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlaring mumkin. Mana bu bizning Oboshbek savdo markazimiz va bu yoqdan kirganda ham siklatimizga kirishlaring mumkin bemalol. Mana bizni siklatimizda ham har xil turdagi benzinli motorollerlarimiz, tokli motorollerlarimiz bor. Mana biz hozir sizlarga bir boshdan obzorini ketaveramiz. Bizga buning uchun Umidjon aka yordam berishadilar. Umidjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zamin savdo markaziga xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa yozgi mavsumga mo'ljallangan motoroller, skuterlar hamma turidan xudo xolasa Zamin savdo markaziga olib kelib qo'yganmiz. Benzinli deysizmi, tokli deysizmi, 1 tonna, 1,5 tonna elektrический hamma modellardan xudo xolasa mana Zamin savdo markazida yozgi mavsumga nima desa bo'ladi, to'liq mana kuch bilan xudo xolasa motorollerlarda assortiment holatda yig'ib qo'ydik. Nasib bo'lsa siz bilan birgalikda narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Bo'lmasa qaysidan boshlaymiz? Obunachalarimizga eng ko'p qiziq bo'lib turgan mana bu kichkina mana shu modelimiz juda ko'p so'rashyapti. Mana shular haqida mana shulardan boshlasak juda yaxshi bo'lardi. Xo'p bo'ladi. Mana Islomjon aka 1 modelimiz degani, ya'ni stakan modellari, tormoz sistemali, jiddiy tormoz sistemali yangicha modeli keldi xolosa. Zamin savdo markazida narxlar 9,5 milliongacha sotilgan. Hozir skidka narxida Zamin savdo markazida mijozlarimiz dastavkasi ichida 8 million 500 ming so'mdan dastavkaga yetkazib beramiz. Akkumulyatorlar 60 ga 32, 72 ga 20, 6 talik, 5 talik hamma turidan mavjud hozir. To'la zaryadda yurishi 70-80 km masofani bosadi. Tezliklari 35-40 tezlikka chiqadi. Tormoz sistemalar ayollar minadigan qilib jiddiy sistemalar qilib qo'yilgan. Mana oldini ko'rsatib o'tasiz. O'ta ham full holatda ishlab chiqilgan. Narx 8,5 million so'mdan vodiy bo'yicha dastavkaga yetkazib beramiz. Endi 2 eshiklari, ya'ni 1-2 modellari ham keldi Zamin savdo markazida. 2 xil modellar ko'rsatib o'tdi. Eshiklar 2 qatorli, 2 tomonga ochiladi eshiklari. Akkumulyatorlar 60 ga 39 akkumulyatorlardan 5 ta akkumulyator jihozlangan. Narxi 10 million 500 sotilgan. Hozirgi kunda narxi 9 million 800 ming so'mdan vodiy bo'yicha dastavkalar ichida yetkazib beramiz xolos. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishlari mumkin. Dastavka xizmatlari mavjud. Yetkazib beramiz. Bular Zamin savdo markazlarimizda dastavka xizmatlari mavjud, olib borib berishlari bor. Bilasiz. Endi 1 tonnali motorollerlarimiz mana bu yoqda turibdi, xudo xolasa. Yangicha ko'r dizaynerda keldi. 180 ga 130, miya motor 1800, akkumulyatorlar 72 ga 68 akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Narxi 13 million so'mdan vodiy bo'yicha dastavkasi yetkazib beramiz. Xohlagan joylarni ko'rib olsin, Islomjon aka. 13 million so'mdan dastavkasi ichida yetkazib beramiz. Bunaqa narxda
Uncha joydan topolmaslari kerak, hurmatli obunachilar. Albatta, bundan katta 1,5 tonnaga ko'tarishga mo'ljallanganlar. Xuddi shu modelimizni mana 1,5 tonna o'zi bortini ko'rishingiz mumkin. Baland bortli, narxi 13,5 million so'mdan vodiy bo'yicha dastavkalari ichida yetkazib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, Zamin Savdo.uz kanaliga obuna bo'lgan mijozlarimiz bo'lsa, yana ham chegirma narxida xohlasa qo'limizdan kelgancha chiqarib beramiz. Zamin Savdo.uz kanalidan chiqdi desa mijozlarimiz xohlasa, yana ham kelishilgan xonasini qilib beramiz. Endi 500 kiloli, 800 kiloli ko'tarishga mo'ljallanganlar mana bu yoqda turibdi, ko'rsatib o'tamiz. 800 kiloga ko'tarishga mo'ljallanganlar ham bor. Borti 160 ga 110 bo'ladi. Akkumulyatorlari 60 ga 58, 72 58 qilib berish imkoniyati mavjud. 12,5 million so'mdan 12 million 200 ming so'mgacha qilib beramiz vodiy bo'yicha dastavkasi bilan. Mana bu 700 kilo, 800 kilolik so'raganlar obunachilarimizga mana bular bor ekan. Tezliklar 50-55 ga chiqadi, oldiga orqaga yuradi. O'ta ham full bo'lgan modellarimiz. Endi mana buni yonida sal pastroq 500 kilolasi bo'lsin degan mijozlarga 12 million so'mdan dastavkasi ichida 500 kilolarni qilib beramiz. O'ta ham full bo'lgan modellarimiz. 1 tonnalarimiz 12 million 800 ming so'mdan ham bor. Kelib bemalol mijozlarimiz aloqaga chiqishlari mumkin. Kimga korobka olamiz degan mijozlar, o'tdan narx olamiz degan mijozlarimizga korobkali holatda mana yig'ilmagan holatda ham bor. Mana bu yoqda kimga qanaqangi holatdagi kerak bo'lsa, yig'ilgan yoki yig'ilmagan holatdagi kerak mijozlarimizga ikkala versiyada ham xudo xolasa qilib berish imkoniyati mavjud. Islomjon aka, endi bu yoqda mijozlarimizga eng qiziq bo'lgan mana bunaqangi super modellarimiz ham keldi. Eng kattalar 3 xil turga bo'linadi bu superlarimiz. Akkumulyatorlar 60 ga 39 akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Tormoz sistema, jidkisnoy tormoz sistema, mana ko'rib o'tishingiz mumkin. O'ta ham yumshoq, keng bo'lgan modelimiz. 9,5 million so'mdan bu modellarimizni yetkazib beryapmiz vodiy bo'yicha dastavkasi bilan. Nimaga buni narx qimmat deyishingiz mumkin? Mana o'zi katta, o'rtanchisi 8,5 million so'mdan 7 million so'mdan ham 3 xil versiyada turibdi. Mijozlarimiz adashib qolmasliklarini so'raymiz. Kattasi o'zi mana bu yoqda materialga o'xshab mana bunday katta bo'lib turadi. Narxlarimiz 3 xil narxda ekan, modellarimiz 3 xil ekan. Bular katta kichikligiga qarab bemalol narxlari baland. Albatta 7 million so'mdan 9,5 million so'mgacha 3 xil versiyada bor. Dubl kabinalarimiz 1 tonnalar, turetskiy variantlari kelgan. Kabinali, mashina rolli 1 tonnali. Ichlarini mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Juda ham keng holatda ishlab chiqarilgan. O'ta ham yurish sistemalari 50 kilometrdan 70 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Akkumulyatorlari 72 ga 65 akkumulyatorlar bilan jihozlangan. To'la zaryadda 50-60 kilometr masofani bosib o'tadi. Tablolari ham elektronniy ekan. Tablolar elektron, zadniy kamera, zapas balon hamma yo'g'i bilan full holatda qilib qo'yilgan. 23,5 million so'mdan O'zbekiston bo'yicha vodiy emas, O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni beramiz. DVD bilan bemalol raqobat qiladigan, hattoki yuk ko'tarish xususiyatiga ega bo'lgan materiallarimiz kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Endi bu yoqda 500 kilolisi keladigan mijozlarimizga 500 kilolisi ham keldi Zamin savdo markazida. 4 kishilik kabinali, mashina rolli 6 akkumulyator bilan jihozlangan, 72 ga 65 akkumulyatorlar qo'yilgan. 500 kilolisi 19 million so'mdan vodiy bo'yicha dastavkasi ichida yetkazib beramiz. 4 teshikli, xohlasa 6 teshikdan chiqadi, xohlasa 6 teshikdan chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa bu modellarimizdan ham bor. Qilib beramiz, full holatda xohlasa Zamin savdo markazida 19 million so'mdan dastavkasi O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz. Bu yoqda bizda hozir riksha modellarimiz ham bor. Bu yoqqa chiroyli alohida bir kabinaga qo'yganmiz riksha modellarimizda. Mana rikshalarimiz mana Islomjon aka 5 xil modelda keldi. Kimga qiziq bo'lsa tentlari bilan yonni o'raladigan eshiklar, 4 eshikli, eshiksiz tentovkali va hamma turida mavjud Zamin savdo markazida o'ta ham full bo'lgan rikshalarimiz 3 xil versiya razvedkalari bor. Zapas balonli, zapas balonsiz. Kimga nima qiziq bo'lsa rikshalarimizni xohlasa qilib beramiz. Endi narxlarni tanishtirib o'tamiz. 12 million 400 ming so'mdan zapas balon tentlari bilan 60 ga 39 akkumulyatorlar bilan jidkisnoy sistemali 70-80 kilometr masofani bemalol bosib o'tadi. Dastavkasi 12,5 million so'mdan vodiy bo'yicha dastavkasi bilan. 10 million 800 ming so'mdan riksha modelimiz orqasi yopiq, akkumulyator 60 ga 32, bemalol 70 km yuradiganni 10 million 800 ming so'm dastavkasi ichida. Xohlasa mokri, xohlasa qora rangida olishlari mumkin. Endi mana bu yoqda o'tamiz. Rikshalarimizni yonida tentovka, zadniy kameralari bor, orqa tomonda ko'rsatib turadigan. Tormoz sistema, jidkisnoy tormoz sistemani oldiga olib ko'rsatamiz. Do'stlarimiz to'liq ma'lumotga ega bo'lishlari uchun mana svetlariga yoniq bo'lsa, orqa zadniy kameralarni ko'rsatib o'tamiz.
signallarini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yoqda o'ta ham Zatni kamerasi mana shu yerda. orqani ko'rsatib turadi. O'ta ham hozir orqa devorligi yorug' bo'lib turibdi. Tormoz sistemalar bilan jitkisli tormoz sistemalari bilan jihozlangan. 12,5 million so'mda tentlari bilan vodiy bo'yicha dastavkasi ichida bu modellarimizni yetkazib beramiz. Sizlarni ko'rishingiz uchun oldin mana shu holatda yoritadi sistemasi, ko'rinishi oldida mana tent. Orqasi 50, oldi ham 50 bo'lgan modelimiz. 12,5 million so'mdan dastavkasi ichida bu rekshalarimizni yetkazib beramiz. Hujjatlari bormi degan mijozlarimizga albatta hujjatlari bilan qilib beramiz. Shot spravkalargacha degan mijozlarimizga shot spravkalarni yozib, motoroller olamiz, skuter olamiz, hammasiga xudo xolasa qilib beramiz. Imkoniyati mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, mana bunaqangi tank modellarimizni 5 xil versiyada Nmax deyilgan mijozlarimiz so'ragan mijozlarimizga Nmax yoki tank 2, tank 3 degan mijozlarimizga bemalol kimga qiziq bo'lsa 11,5 million so'm olsa Nmax olsin, olsa tank modelini olsa 11,5 million so'm mana baloni katta, ya'ni Siemens Cherokee Redline ballonlisi keldi. Tanklarimiz o'ta ham full 100 kilometr masofaga 1,5 litr rasxod qiladigan full modellarimizni kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Vodiy bo'yicha emas, O'zbekiston bo'yicha tanklarni yetkazib beramiz. Bitta fontani puliga 100 kilometr bemalol masofani bosib o'tiraverasiz. Kimga mana shunday motorollerlarimiz, skuterlarimiz, bayklarimiz, sport bayklarimiz, benzinli motorollerlarimiz kerak bo'lsa, bemalol ekranlaringdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkamizni yetkazib beramiz.